Hudud gaz Samarqand gaz ta'minoti filiali boshlang'ich kasaba uyushmasi qo'mitasi tomonidan davra suhbati tashkil etildi. Unda filial rahbariyati, gaz ta'minoti xodimlari ishtirok etdi. Suhbat davomida ota-onalik mas'uliyati, yosh avlod tarbiyasida zamonaviy yondashuvlar, oiladagi sog'lom muhitning ahamiyati kabi mavzular yuzasidan fikr almashildi. Bugun jamiyatda ayollarning o'rni gender tenglik. Ular mana shu mustaqil O'zbekistonimizda o'zlarini har javohalarda o'zlarining faoliyatlarini Hudud gaz Samarqand gaz ta'minot korxonasida oila va jamiyat bolalarning tarbiyasi to'g'risidagi mavzusida tadbir bo'lib o'tyapti-da. Bunda o'sha psixolog, vrachlarimiz qatnashyaptilar. Har bittalari o'zlarini mana shu bugungi kunda jamiyatda olib borilayotgan ishlar, faoliyat to'g'risida, oilada olib borilayotgan ishlar to'g'risida o'zlari fikr almashyaptilar. Mazkur tadbirning asosiy maqsadi jamiyatda sog'lom va barkamol avlodni voyaga yetkazish, farzand tarbiyasida ota-onalarning o'rni va mas'uliyatini oshirish, oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash hamda sog'lom turmush tarzini keng targ'ib etishdan iborat bo'lib, taklif etilgan shifokor tomonidan ishtirokchilarga farzandlarning jismoniy va ruhiy sog'lig'ini asrash, onalik va otalik burchlarini anglash, bolalarga zarur bo'lgan parvarish va tibbiy maslahatlar berildi. Xodimlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassisdan atroflicha javoblar olishdi. Mana bugungi bizning seminarimiz ota-ona mas'uliyati deb nomlangan ekan. Mana kichik mavzuda suhbat o'tkazildi. Eng avvalo oilamizni bolalarning tarbiyasida ota-ona eng katta mas'uliyatga ega. Ota-ona farzandlarini qanday tarbiyalasa, kelajakda farzandlarimiz xuddi shunday o'qimishlik, dono, tarbiyalik farzandlar bo'lib yetishadi. Tadbir ishtirokchilari tomonidan ota-onalik mas'uliyatini oshirishga qaratilgan bunday uchrashuvlar nafaqat ma'rifiy, balki tarbiyaviy ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlandi. Shuningdek, kelgusida ushbu yo'nalishda profilaktik, ijtimoiy, psixologik va tarbiyaviy tadbirlarni muntazam ravishda tashkil etib borish bo'yicha tegishli taklif va mulohazalar bildirildi.